yetkazib bordim men sizga. Okey, mana elektronli. Nima deyotding o'zi? Cho'chitib yubording-da, jahlim chiqib ketib qoldi. Okey, men bor yo'g'i mana elektronli metr bilan mana buni solishtirmoqchi edim. Kelmasangiz solishtirib tushuntirib beraman. Ber. Elektronlikni nima farqi bor? Oddiydan nima farqi bor? Metr birinchi elektronlikdan boshlaydigan bo'lsam, elektronli metrlarimiz katta obyektlarda, katta joylarni o'lchashga juda ham qulay mazza ishlatasizlar. Keyin xonalarning kvadrat metrini ham bemalol chiqazasizlar bunda. Hozir 80 metrligini oldim. Oddiy shunday yoqasizlar. Kerakli joydan shunday to'xtab, bitta bossanglar o'lchab beradi. O'zining lazeri bor. Lazerda to'g'irlab aniqlab olasizlar joyi. Keyin o'lchaverasizlar. Oddiy metr haqida aytadigan bo'lsam, ruletga metr kichkina joylarga, ya'ni xonalarni o'lchashga juda ham zo'r. Bemalol o'lchaysizlar. Keyin bu sizlardan zaryadga batareya so'ramaydi. Bu krugoy zalla bo'ladi, dumaloq zalla. Shularda bemalol dumalog'ini to'g'irlab o'lchashingiz mumkin. Elektronli metr naf qila olmaydi, lekin bu 100 metr, 150 metr joyi o'lcha olmaydi. Bularning farqi shunda. Sizlar qaysi bir metrni ko'proq ishlatasizlar elektronli yoki oddiysiz, sizlarga qaysi bir qulayroq? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Yoki bu metr haqida men bilmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz aytib ketsanglar bo'ladi.